Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Шинжаң Xalq Nashriyati 2000 yılı 1 ayda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2 qism 8 bob. Davomi. Urumchi hech qachon mundaq vahima va ansizlikka tushmagan. Ko'chalarda kichik harbiy mashinalar chirqirishib, uchqandek chapatdi. Kishilar yo'l bo'shatdimi, bo'shatmadimi, uningga qarag'day kim bor deysiz. Insof, qatnash tuzumi deganlar osmonning qa'riga cho'ritilgan. Do'konlarning nurg'unlari taqalgan. Bozor rastlarda soat-sitiq qilayotgan odamni ko'rgili bo'lmaydi. Nurg'un odamlarning o'ng-suli o'chgan, bir-biriga qarashmaydi. Sepil darvozalarning oqshimi etilib, atigini ichilishi o'zgarib, ansiz mashinalarning helidan-heli kirib chiqishiga qaramay, har qatimda ichilib yepilib turadi. Darvozaga salla tikilib qaragan odamga qarovullarning miltiqlari tanglinadi. Harbiy mulkiy amaldorlar ko'chalarda kam ko'rinadigan bo'lib qolgan. Chunki ular oldilariga do'langan qog'oz materiallarni ratlash bilan ovora. Ba'zilarini yashiklarga qachilaydi, ba'zilarini yirtib tashlaydi, ba'zilarini ko'ydiratdi. Bo'libmi harbiy amaldorlar kichikkina ishlarga chechilib, qildan qiyiq ketsila qo'llarini nagonlarga uzatadigan bo'lib qoldi. Uy bisotlarini 3 ot qo'shgan harvonlarga, mashinalarga besib Urumchidan ko'chayotganlarmi nurg'un. Texi chet ellarga qaytishdan ko'yga tushganlarmi bor. Har kuni sahardagi kishilar ili inqilobini qo'llaydigan minglab tashviqot varaqalarining tomlarga chaplanib qolganligini yoki ko'chalarga tashlanganligini ko'rishib turadi. Gomindan saqchilari uni yig'ib yirtib, yerib qoldimi, hozir ancha parvo qilmaydigan bo'lib qoldi. Shunga Urumchi havosini ili inqilobini qo'llaydigan so'zlar yerib turadi. Aslida bu vahima va ansizliklar Шинжаң garnizon shtabi generallarining bola chaqalarini ichkariga oldirab yo'lga silishidan boshlangan. Hozir bo'lsa kengayib, diviziya darajalik komandirlarining bola chaqalarini ko'chirishi avj oldi. Texi yo'l topgan polik darajalik komandirlarmi shunda qilishga o'tdi. Hammadan ig'irroq vahima Шинжаң garnizon shtabini o'rvaldi. Taraf-tarafdan kelayotgan ansiz, qo'rqinchli xabarlar telefonning hilidan hiliga jiringlashlari quloq mengini yeydi. Bosh qo'mondonning saprayini o'riltatdi. U borgan sari tirikib, telefonga chaqirmaslikni uqtirdi. Shuningdan keyin u bir oz orom olgandek bo'lib, nimidu bir nimani kutib, uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Generalning ig'ir vahimaga tushganiga bir necha kun bo'ldi. U birinchi kunila markaziy hukumat va Jiangji Shiga aloqazorlik ichida mundaq jiddiy telegramma yo'llagan. Milliy qismlar Manas daryosining g'arbiy qirg'iga shiddat bilan yetib keldi. Urumchiga faqat 100 kilometrdan oshiqroqlar orliq qoldi. Ahvolimiz ig'ir. Kishi oxir o'ladi. Men vatan uchun sharaf bilan qurbon bo'lishga tayyor. Jiangji Shi darhol javob telegramma yo'llab, ili taraf bilan suhbat o'tkazish orqali vaziyatni muqimlashtirishning kerakligini, suhbatga Bey Chongshini avatadiganligini uqtirgan. General Jang bu javob telegrammini ko'rib cho'chib ketgan. Texmu aloqazorlikka tushgan va Jiangji Shiga Bey Chongshining mijozning yenikligi, u kelsa ishni buzadiganligi, tamkin, salmoq boshqa biror odamni avatishning kerakligi to'g'risida yana jiddiy telegramma bergan. Shu topda u ajoyib taqozolik ichida javob telegramma kutmoqda edi. Qo'mondon Shexu urushida qo'shinlari tarmar qilinib, qechib kelgan Tatuq komandirning uning o'ng qishining quyruqida Tatuqi bor edi. Bu yerda yumshoq divanda beshini sangiltib o'ltirganligini unutib qolgandek, o'ziga o'zi pichirlab, u yoqdan bu yoqqa to'xtamay mang'atdi. U yanchuqidan tamaka qutisini oldi. Tatuq komandir o'rnidan irg'ib turib, saranga chaqdi. Qayerga qarasang ko'rindig'ini o't, dedi qo'mondon tamakisini alam bilan qattiq sho'rab. Dastiga yering qo'qas. Ili vaqasi paydo bo'lganda bu Шинжаңдagi so'qurchay bo'lgan, man amdi zo'riyib g'arbiy shimoldagi so'qurchayga aylandi. Jang va Yuanjang buningga ko'l bilmay turolmas amdi. General janoblari, ahvol shunchalik yomonlashib ketdimi? Dedi Tatuq komandir ko'zlarini parqirtib va degan so'zdan ansirab qoldi. Siz nada yursiz?
U so'zlagan siri ochiqlanatdi. Eli o'g'irlari taraf-tarafdan xuddi yugansiz otdak chepib kelyapsa, yomon bo'lmay nim bo'ladi. Tatuq komandirining ko'z oldiga milliy qo'shinlarning Shehuda hujumga o'tgan chog'da chiroylari oppoq tatirib, ko'zlari chaniqidan chiqib ketishga oz qolgan o'z askarlarining aloqzada bo'lib qochgan qiyofati keldi. U ig'ir tindida generalga yer ostidan qarab qo'ydi. General mingishdan to'xtab, hasratlik so'zini davomlashtirdi. Jingnayetni saqlayotgan bir diviziyamiz butunlay tarmar qilindi. Sizningmi 2000 dak askariy kuchingiz saqlangan bilan asosiy kuchingiz tugatildi. Maytaq, Yansxay, Shixanzlardimi shundoq bo'ldi. O'ttir yo'nalishning ahvoli sizga ayon. U o'chib qolgan tamakisini yondirib chekdida davom qildi. Janubqimi andish tushdi. O'g'irlar xatarlik Tianshan davondan ishib, Oqsu Konshar, Bay noylarini ishg'ol qildi. Bunun bilan Qashqar, Yakan, Xotanlar bilan munosabatimiz qiyinchilik uchrayotidi. Generalning pakitlik misollari Tatuq komandirining yuragiga xanjardek sanchilsa, yana bir tarafdan uningda yengilayotgan manlimidim degan tuyg'ularni qo'zg'aydi. Amdi shimoliy liniya kelayli, dedi qo'mondan so'zini davomlashtirib. O'g'irlar Oltoynimi tortib oldi. U yerda texi sharmandalarcha mag'lub bo'ldik. General Vanning taqdiri nim bo'lgandi? Aldirab so'radi Tatuq komandir. Siz uning taqdirini o'ylayotgamsiz? 4000 askariy kuchimiznimi? Sharmandalarcha mag'lub bo'ldik deganim shu emasmi? Oltay viloyatining harbiy qo'mondoni o'z generali turuqliq ikki qo'lini ko'taribdi. U to'g'ri yurak texi 111 ofitser, 1684 nafar askarimizni o'zi bosh bo'lib qo'l ko'targizibdi. Shundoq qilib, ularning hammasi tugishibdi-da. Hamma yerda tugishyotidi. Tugashdi. Faqat Sarsumba polkidan polik komandiri Pangovi 50 ga yetmagan odam bilan Guchunga qochib ketdi-dak. U yosh, jur'atli komandir edi. Yoshlik qursin, hammasi qo'rqinchoq. General Vanning g'ururi nakatda, ha? G'ururi yo'q odamni hayvon desma bo'ladi. Qo'lini ko'targicha bir pay o'q bilan o'zini etib olsa bo'lmamdi. Generalning rasa kelgan ochiqidan Tatuq komandir o'rnidan turib ketdi va u qayoqqa mangsa shu yoqqa yuzlanib tik turdi. Generalning xiyollari chechilgan Shinjongning har qaysi joylaridagi qo'shinlarning taqdiri va ularning oqibatining nima bo'lishi uni andishli xiyollarga solatdi. U yerlardagi xalqlar harakati uning nazarida hamon zo'rayib bormoqda edi. Bundaq bo'lishini kim o'ylagan? Ishik chekildi. Qo'mondan sal turib ruxsat qilgandan keyin ishikda ikkisi helala gapini qilishgan Pangovi paydo bo'ldi va u qo'lini cheksiga ilib o'zining kelishini doklad qilmoqchi bo'ldi. Hurmatli qo'mondan, general qo'lini silkidi. U so'zining oxirini aytolmay tanqislikda turib qoldi. Hammang to'q yurak, yo qo'l ko'tarsan, yo qochsan. Hurmatli qo'mondan, dedi u so'zlashga jur'at qilib. Taslim bo'lgandan ko'ra qichish, qarshilik qilishga jur'at qilganlik emasmi? Bosh qo'mondan uning beshidan oyog'igacha qarab chiqdi. O'ngan kiyim-kechaklariga judab sarg'aygan yuziga sap soldi va uning jur'at qilish degan so'zini o'ylab qoldi-da, chiroyi sal echildi. Kel, o'ltir. Har holda sening bir oz g'ururing bor ekan. Polik komandiri Pangovi Tatuq komandirig'imi chas berdi-da, uning bilan ko'rishdi va yiniga kelib, ko'n qopliq yumshoq divanning bir chetida o'ltirdi. U qo'mondanning peshonasidagi hasratlik qo'riqlarga sap selib, Guchungda anglagandek vaziyatning haqiqatan yomon ekanligini his qildi. Ondan Tatuq komandirining chiroyiga sap soldi. Uning chiroyi g'amkin va ma'yus edi. Ammo yosh polik komandiri shuningga qaramay o'zini yenik sizib o'ltiratdi. Bo'lim ichida bir pas ig'ir jimjitlik hukm surdi. Sening qechishini general Van bilamdi, deb so'radi qo'mondan uningdan. Polik komandiri o'rnidan turib javob berdi. Albatta bilmaydi, hurmatli general. Bilsa yo'l qo'yatdimi? Etib tashlashimi mumkin edi. U taslim bo'lishga undiganda butun qo'shinning tangdan to'lisidan ayrilib bo'lgan edi. Boshqa polik komandirlari ma'qulladi. Menmi ma'qullagan bo'ldim. Yarim kechida qochdim. Taslim bo'lishga vijdonim yo'l qo'ymadi. Shunchalik ahvolga duch kelganda nimishqa taktika o'zgartirilmadi. Yo'nalishni buzvasa bo'lmamdi. Yosh polik komandiri shu chog'da his qilganlarini to'g'ridan to'g'ri aytdi.
Xalq ichida o'g'rilarni qo'llaydiganlar ko'p ekan. Orqa saf ishonchli bo'lmasa, olg'a xotirjam qarg'ili bo'lmaydi-da. Qayerga borsang chuqon, ur. Tatuq komandir bayotin biri aytolmagan gapini amdi aytishga muvaffaq bo'ldi. Xuddi mushu ahvol bizdan bo'ldi. Keynimiz ishonchli bo'lmadi. Yansxay ko'rikida parakandichilik, tashviqot varaqalari uzilmay chaplanib turdi. Nurg'un odamlarni tutdiq, ibrat qilib kallasini osdiq, lekin besilmadi. Biz oxirgi tirkishayotgan kunimiz keynimizdan xalqning cho'qqanlari ko'tarilib turdi. Oldimizga qaramdiq, keynimizgimi? Qismlar dakki-dukkida qolsa, mushukning shapsini sezgan chashqandek o'zidan chiqolmaydi ekan. Әмді, құмандан nima deyishi kerak? Bularga qaysi gunohlarni ortidi? O'tganda u Bay Naisda bir polik askari kuchi asosan tarmar qilinganda, o'zidan 10 narsa tuvan kuchdan yengilgan nadi bor deb terkib sakrab ketgan edi. Uningga qaraganda bu mag'lubiyatlari o'rinliqdek bilindi. Shinjongda paydo bo'lgan so'qir uchaylarni yoshirishning o'rni qolmadi-da. U divanga kelib o'ltirdi-da, tumishqining ostiga kelib qolgan xavflarni bir-birlab so'zlashga boshladi. O'g'irlarning 3 yo'l bo'ylab qilayotgan hujumlarida o'shqi olchu tushyotidi. Ili, Oltay, Tarbag'tay viloyatlari bir-biriga tutashtirilib, shuncha keng zamin bir butun uyul toshqa aylanib oldi. Biz egilib turgan rayonlardami ahvol ig'ir. Sharqiy Shinjongmi tinch emas. Turpan, To'qsun pichanlarda partizanlar harakati avj olyotidi. Bu intayin muhim yer edi. Bizning tomirimizga qon yetkazib beradigan yer edi. General yana o'rnidan turib ketdi. Toshqo'rg'onda qo'zg'olon ko'tarildi. Qo'zg'olonchi qaroqchilar Toshqo'rg'onni butunlay ishg'ol qilib oldi. Aqto'ni egilidi. Texi Toshqo'rg'on ma'muriy mahkamasi qurishga ulgurdi. Buning bilan to'xtab qolgani yo'q. Qaroqchilarning soni 2000 dan eshib, Qashqar, Yakan, Qog'liq, postkamlarga yurish qildi. Hozir Qashqarda kishilar beshiga g'o'ljining qizil manchester do'ppisini kiyishib yuradigan bo'lib oldi. Bu ili o'g'rilarning harakatini oshkora qo'llaganlik. Men sizlarga asosliqlarini so'zlayapman. U yer bu yerda yeniyotgan uchqunlar texmi ko'p. Qo'mondonlik markazimiz bo'lgan Urumchida ahvol texmi ig'ir. Generalning so'zlari ikki ofitserni ig'ir vahimaga silib qo'ydi. Tatuq komandir beshini ling'ishtib turib, ig'ir xursinish ichida mundoq dedi: 1945-yil biz uchun eng ofatli yil bo'ldi. Ishik ichilib, qo'mondonning muhofazatchisi ko'rindi. General janoblari, tamoq vaqti bo'ldi. U muhofazatchisiga eransizlik bilan qarab, "Mushu yerga kiringlar", dedi. Ustal ustiga hash-pash tugicha zima sipilgan oq non, tilinib taxslarga tizilgan sanjining qo'g'in tavuzlari, nansanning oq miyi, turpanning suzuk uzumi, ko'rilning suvliq nashpiti va boshqa sovuq yemekliklar ham 2 botlika Qingdao vinosi qo'yildi. Bayotin biri ishtihosi tutilib o'ltirganlarning bu yemekliklarni ko'rib, og'ziga suv keldi. "Qani, ilinglar", dedi qo'mondon uzumga qo'l uzatib. "Yerliklarda ozuqlanishning ta'minini tetib qoldik. Qaranglar, eng foydali, quvvatli narsalarni odatdagidek 3 vaqtlik tamoq qiladi ekan. Shunga bular qiyinchilikqa, ochliqqa bardoshlik beralaydi. Atakaga o'tgan chog'larda quchoqlama janglarda kuchiga hayron qoldim." Yosh polik komandiri ko'rganlarni misol keltirib, bir odamni ko'tarib yerga urish bularga hech gap emas. Uninggacha 3 qacha gangpan va bir necha taxsa har xil saylar keltirildi. General qochidagi dona guruchlarga qarab, "Sandubadan guruchmo dangliq, mamlakatda kam tepiladi", dedi. "Shundoq", dedi Tatuq komandir. "Qandoqdir ta'mi quvvatida bir aloyidlik bor. Mushu esil noz ne'matlardan ayrilib qolamdiq qandoq?" Tatuq komandir bilan polik komandiri bir-biriga qarashdi. Ayrilmaymiz deyli desa, har ikkisi birisi o'rta frontdan, birisi shimoliy frontdan qochib kelganlar. Nima deyish, qo'mondonning savoliga qandoq javob berish ikkisini tanglikda qo'ydi. Bir-biriga yana hasratlanib qarashdi. "Biz bu noz ne'matlarga xo'pla o'ginib qolgan edik", dedi Tatuq komandir alam bilan. "Qiyin bo'lyotidi, general janoblari. Ayrilmaslik uchun jonni tikib kurash qilish kerak. Buning uchun ichkirdan kuch o'tkazish kerak", dedi polik komandiri jur'atlik bilan taklif berib. "Hozir urush bo'layotgan joylarga boshqa rayonlardan kuch o'tkazish xatarlik. Chunki u yerlar tinch emas. Hozir Shinjongda 100 ming askariy kuchimiz bor degan bilan
1,600,000 kvadrat kilometr keladigan bir payansiz ziminga tarqalib ketgan. Şuna bu cheklik sondagi harbiy kuch bo'lib hisoblandi. Bu harbiy kuch bepayon cho'llik, qumliq, tog'liq yerlardan ayrilgan bo'stonliqlar, shaharlar bir-biriga tutashmaydi-da. Şuna ichkirdan kuch yetkazmasa, ustunlikni egiligili bo'lmaydi. Bu yosh polik komandirining muloyisi qo'mondonga yoqdi. "Sizning aytganing to'g'ri", dedi u jonlanib. "Men buni burunla o'ylagan, markaziy hukumatga aytgan. Ammo nimishqido markaziy hukumat bu talpimga sal qaradi. Bu qitim yana jiddiy aytmoqchiman." Eshik ochildi. Markaziy hukumatdan jiddiy telegramma. Uchlisi o'rnidan turib ketdi. Generalning kutgan soati kelgan edi. U ishtik berib telegrammani oldida o'qidi. Telegramma Jiang Jishidan kelgan edi. "Yaxshi, intayin yaxshi", dedi u texmi jonlanib. "Eli taraf bilan tinch suhbat o'tkazish uchun Jiang Jijong apandi keladi ekan. U intayin tamkin, salmoqli, yiroqni ko'rar odam, diplomatiya mohiri. Oldi bilan harbiy harakatni to'xtatish to'g'risida eli tarafga gap yurgizishi mumkin. Mana endi ichkirdan harbiy kuch yetkazishnimi Jiang Jijong apandi orqali hal qilishimiz mumkin." Tamoqlar tamoqliqda qoldi. Uchlisi bo'limidan chiqib ketishdi. Generalning taqozzoligi ishayotgan shu kunlarda tinch suhbat o'tkazishning yo'lini izlab Chongqingdan aeroplan bilan Jiang Jijong keldi. Yo'l bo'yi eli taraf bilan bizni kim yarashtirib qo'yar deb o'ylab kelgan Jiang Jijong Urumchiga kelibla hech nimaga qaramay, oldi bilan Sovet ittifoqining Urumchidagi bosh konsulxonasiga kirib ketdi. Davomi bor.